Dostlar, bağımız Karamapoz'day Xiva. Bağımız ise çap tomanda Könek Koşköpür yolu. Batman ötesi ona burası dostlar. Svetofor var. Tahminen bir 4-5 kilometr çana giretse. Arzonlaqda bir qavatlı havaca satığa çıkmış. Şunu bir qatar obzor qilib o'tamiz. Ular kushadan chiqmasin dostlar. Könek Koşköpür yolu. G'azovat yo'li desak ham bo'ladi dostlar. Dostlar, Könek Koşköpür yo'lidan kelaverasizlar, o'shada Optim do'kon bor. Birinchi emas, ikkinchi ko'chadan o'ng'aylanasizlar. Dostlar, ko'rib tursa, gazdan muammo yo'q. Yo'llarim ajoyib normal holatda. Demek dostlar, ikkinchi ko'chadan xudo xolasa, yana shu ko'chadan o'ng'aylanamiz. Bir 200 metr içine giremiz dostlar. Bağımız dostlar, Koşköpür, G'azovat. Ular kuchlardan chiqmasin dostlar. Ketdik. Dostlar, xudo xolasa betem geldik. Yo'ldan taxminan bir 200-300 metr girdik ha? Sherzod? Yaşımız ahvolashimiz salomat ketmasin. Dostlar, yashardimizdagi bir qavatli hovlicha sotiladi ha? Razmerine gelsak, en inchada deysiz ama 16 metr ekan. 16 metr. 16 metr ekan dostlar. Nodan salıngan bu? Laydan. 100%. Aa. Üstüne o bilen bastırılgan. Üstü ağaç. Rossiyskiy ağaç ha? Aa. Şiperim kılıngan. Отопление бар ekan ha? Gazı get turibdi yani dostlar. O'ng tarafta garaj mı? Elinde zirveli zona var ekan ha? O'ng iyi chap tarafta. Bu daşlar endi istashkadan qolgan o'xshaydi ha? Tazalab net beremiz açıp. Tushunarli. Vodoprovod get turibmi? Vodoprodu, gazı, sveti, Suv ham bor. suvi hammasi bor. Ya dostlar. Tayyor 100%. Girbeşidan ha? Nachalla. Esa birinchi chetdan danıştırıp baraveramiz ha? Dostlar gittik esa, xudo xolasa. Eni 16. Общий 640. Tushundingmi? Dokument bo'yicha. 640 dostlar. Stechka ko'mib turibdi, ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Temir eshiklardan qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Yangi paket, ko'p ishlatilmagan elektr счетчиклari dostlar. Orient tarafda gaz счетчиклari joylashgan. Bir qator danıştırıp ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Bu yer dalon bo'ladi o'shadan. Dalon. Katta razmerda tushgan dostlar. Tak 410'a 990 ekan ha? 40 kvadrat metr. Remont ham yaqinda bo'lmoqchi-da, Sherzod? Remontdan yaqinda bo'lgan shu. Ajoyib. Uzatib. Kullansa. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilamiz. Chap tomonda bizda muvallik ekan. Suvga turibmi axir? Suvga turibdi. Hisob. Kotyol. Kotyol. Shu orqali qazadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ustida ham naqsh berilgan ha? Gipro. O'ng tomondan boshimiz esa nima joylashgan bu yerda Sherzod? Zal mavjud bu yerda. Bismillah. Yani dostlar, zal ham girdik. Zalimiz ham tayyor. 100% ha? Razmerga kelsak? 590'a 345. Hisob. Rozetga qo'yilgan, temiz ham pol taxta. Расход etib o'tirmaydi bunda? Yo'q, to'g'ri kelib yashaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas ya. Отопление sistema qadimgi chugun batareyalar ha? Chilo. Akoplastik ham qimmat xildan qo'yilgan. Ajoyib. Yo'l tomoniga qarab turibdi. Yani dostlar, zalimiz расход etib o'tirmaysa, to'g'ri girib yashaydi. No, o'shalar qoladi bu yerda. Gilamlar qoladimi? Yo'q. 4 devor qoladi. Tushunarli. Don qildiramiz o'rtoqlar. Chap tomon o'tamiz. Chap tomonda bizada Detski qolmadi. detski xona dostlar. Razmerga kelsak? Razmerine kelsak 345'e 550. Yo'q, 355'e 410. 355, 410. Tamam. Beremen ko'rib turganingizdek dostlar, taxon turibdi, fon berilgan ha? Qadimgi chugun batareyalar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Parma bo'lib turarmi ha? Hissi oladi. İşte. Bu yer bizdan pol taxta, ko'rib turganingizdek. Mebellar qoladimi? Yo'q, mebellar ketadi. Bu ko'ngil pesh. Havan. Yarımı bir yere qaralgan, yarımı orient tarafga qaralgan. İkkidan qizdirib turadi. Havan pilos ikkidan qizdiradi. Xolasa ko'mir, odam yoqaveradi. Xolasa gaz. Gaz ham ketib turibdi dostlar. Odamdan yoqaveradi. Hisob. Temiz pol taxtadan ya. Yo'q. Ajoyib akkuratniy deski xonamiz dostlar. To'g'ri girib yashadimi? Davom qildiramiz o'rtoqlar.
chap tomondan o'tamiz. Chap tomonda bizda yana bitta bir spalni. Kattalarning spalnisi. Aman kattalar. Razmeri necha buni? Bu Ha, 355'e 355'e 530. Ya dostlar. Почти 16 kvadrat metr. Aman. Mebellar qalamı bu yerda? Yo'q, mebellar ketadi. 4 devor qoladi. Tushunarli. Отоплениесі o'tgan, fon berilgan, giproshniya shuning patolog urilgan. Ko'rdingizmi? Temiz pol taxta, ha? Aman, temir pol taxta. Fon berilgan do'stlar, ko'rdingizmi? Ajoyib, zakoniy holatda turibdi do'stlar, ko'rib turasizmi? Do'stlar, bu anda ko'rib turasizmi? Yarimi bu xonaga qaratilgan. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Davomimiz ham ajoyib ya do'stlar. Ikkita toplaniya o'tgan ekan bu yerda, birisi bu yerda, ikkinchisi bu yerda ekan. 10 tomonda yana bitta bir pomeshchenamiz. Kattalar. Spalnya. Aman, kattalar spalniyasi. Razmeri necha bu yerni? 345'e 350. 50. Kvadrat hisob ekan-da. Aman. Ya do'stlar, usti plastik. Bu yerda ham toplaniya o'tgan. Aynalar qo'yilgan, bog' tomonga qarab turibdi. Aman. Temiz pol taxta. Kladovka hisobini ishlatib tursa o'xshaydi buni. Meda chuda bankajdan qo'yib tursa. Tushunarli. Davom qildiramiz. Televizor ketadi, ha? Aman, televizor ketadi. Doğrumuzu yerda adashmasam sanuzel. Banimi? Aman. Bani, sanuzel. Bu yerda taxonli ishlar bor ekan, kafel urbash ekan. Aman. Отопление tushgan. Razvodga qo'nib turibdi. Forchga tashalgan. Aman. Usti plastik yana do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kafel urbasa do'stlar, shu bilan sanuzelimiz tayyor. Aman. Yonboshimiz bizada oshxona, kuxnya. Razmeriga kelsak, taxminan bir 5-3 metr deymi o'xshaydi. Aman. Bor. Aristola qo'yilgan, jaluzi pardali, ustak kursilar, gaz plitalar, yana shunday mebelcha bor ekan do'stlar. Отопление ham o'tgan do'stlar, ko'rib turasizlar. To'rimiz bog' bo'ladi o'sha, ha? Aman. Bog'ini bir qadar danshtirib ko'rsatib o'tamiz. Letniy setkalar qo'yilgan ekan do'stlar. Bu yer bizda teraska. Peshag'anan qurib, hazatib yozda yotaverasan bu yerda. Aman. Do'stlar, buni ko'rib turasizlar, teraskamiz. Ajoyib razmerda tushgan bir 10 odam suvadi bu yerda tashkil bo'lsa. Bonimiz bizda garajda, ha? Shunday mahir, Sherzod. Ya do'stlar, polностью 2-3 mashina sig'adi ekan, ha? Aman, sig'adi. Mal qo'yib boqsam bo'ladi o'xshaydi bu yerda, ha? Bemalol kirib chiqarasan bu yerda. Aman, buni girib chiqaradik. Kinoni. Oho, bog'a e'tibor beringlar do'stlar. Nima meva daraxtlar bor bu yerda? Yerda anjirimiz bor, chiya, olmurod. Piyozlar ham ekilgan bu yerda, ha? Daraxtlarimiz bor. Aman. Pomidor ham bor do'stlar, yani ko'ringlar. Pomidor burch. Aha. Qo'yxonami arian to'rda? Aman. Letin tualet ham bor ekan, ha? Aman. Ya do'stlar. Vodoprovodga turibdi bu yer, ha? Aman. Ya do'stlar. Suvar qoldi. Nachallik kelib turibdi. Akar suv ham bormi? Aman. Ya do'stlar, orqa tomonda go'zalanish joyimiz. Do'stlar, ko'rib turasizlar, shiber ham ajoyib chiroyli qilingan. Ko'rdingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Do'ri girib yashaydi u. 4 devor qolamish do'stlar. Bog'ini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Letniy tualetimiz. Qo'yxona. Meni zakoniyatib yana pristroyka etib bersam bo'ladi, ha? Bir 3-4-5 mal qo'yib boqsa bo'ladi bu yerda. Indaymen, ha? Yana do'stlar, ko'ringlar. Paxsa bilan o'ralgan. Biznes aytib bersa ajoyib. Ishlab chiqarish ham aytsam bo'ladi bu yerda. Polностью mashina girib chiqaveradi. Aman. Общий kvadrat 640, ha? Qani, Sherzod, narxi necha so'm? Narxi 900 deymiz. 900. Kelishuv bormi? Kelishuv shu Shitir bo'lsa, naq bo'lsa. Avan, ustunda kelishamiz. Dokumentdan chiq. Dokumentlar yana Tayyor, ha? tayyor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Gaz, svet, suv bor. Gaz, svet, suv ham o'zi bor. Do'stlar, shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib, notariusda pulni sanab beraverasiz. Avan. 900 kelishuv bor. Telefon nomer? Telefon nomer 99lik 252 98 48. Yana bir nomer aytamiz 99lik 106 98 48. Telefonlashaverasizlar shu nomer bilan. O'rtada joy purish posrednik yo'q. Premo mulk egasini nomerini yozib qoldiramiz. 640 kvadrat metr 900 million. Alay kushdan chiqmasin do'stlar. Arzon narxda sotilyapti. Shoshilinglar. Egadan. Lokatsiyadan ham aytib ber. Urganch rayoniga kirami? Avan, Urganch rayon Qaraman qishlog'i. Ana. Beruniy mahalla. Sog' salomat bo'linglar. Пока.